qanday qilib bittadan naturalmi, ximikmi ajratib olishni yana bitta usulini tushuntiraman. Nima sabab bizda 10 tadan 9 ta odam ximikligini tan olmaydi. Men bu narsalardan ham kuniga 4-5 kuba ko'tingga tiqayotganini ham ayt. Qancha figuring bahaybat bo'lsa, shuncha cho'ntaging kengayadi. Ximik odam nerealniy veslarda ishlaydi. Natural bo'lsa, uncha og'ir ko'tara olmaydi. Bu bola o'zini naturalman deb jar soladi, lekin tomirlari ishib, muskullari chiqib ketgan. Men ishonmasdan uni oldiga bordim. Haqiqatan natural ekan, chunki ishlaydigan veslarimiz muskullari katta bo'lishiga qaramasdan o'xshash. Men ham masalan steroid qabul qilib 60 kiloni bitta qo'lda ovorishim mumkin, lekin kuchli trener nazoratisiz bunaqa qilib bo'lmaydi. Bu narsani yolg'onligini aniqlashning bitta usuli bor. U ham bo'lsa qonunni klinika sharoitida tekshirish. Sog'liqni riskka qo'yib, o'z vaqtimchalik bilan libo narsani qabul qilib, ugri bosib yotmang. Reaksiya berib yorib, qon qusmang. Ehtiyot bo'ling. Natural shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling.